Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi viloyat kengashi binosida xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi deputatlik guruhi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqda muxbirimiz xabar beradi. Bugungi kunda viloyatimizda 348 ta yo'nalishda 2772 ta transport vositalari aholiga transport xizmati ko'rsatib kelmoqda. Aniqrog'i, viloyatda 208 ta tadbirkorlik subyektlari yo'lovchi tashish sohasida faoliyat yuritmoqda. Ammo aholiga transport xizmati ko'rsatish borasidagi ishlarni yetarli deb bo'lmaydi. Xususan sohada yechimini kutayotgan muammolar talaygina. Xalq deputatlari viloyat kengashining o'zli deb deputatlik guruhi yig'ilishida Samarqand viloyat transport boshqarmasi boshlig'i Ravshan Tojiyev ana shu masalalar va ularning yechimlari 2025-yilda sohada amalga oshiriladigan rejalar xususida axborot berdi. Shu bilan birga Samarqand shahrida avtoturargohlar tashkil etish yuzasidan ishlab chiqilgan alohida dastur va loyihalar hamda ularning ijro holati haqida deputatlarga ma'lumot berdi. Bugungi kunda Samarqand shahrida 509 ta avtobus talab etiladi. Hozirgi kunda yangi Xitoy Xalq Respublikasi olib kelgan 250 ta avtobuslarimiz mavjud va yil yakuniga qadar yana ushbu ko'rsatkichimiz 100 taga o'sadi. Kamida undan tashqari 2026-yil boshida Yevropa tiklanish taraqqiyot banki orqali yana 250 ta elektrobus olib kelinishi rejalashtirilgan va bu loyiha doirasida yer o'sha avtosaroy qurish uchun joy tanlab olingan, qarorlari chiqartirilgan. Bu bo'yicha o'sha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda Xitoy Xalq Respublikasidan Yutong rusumli transport avtobuslarini olib kelib, mana shu Samarqand shahrida xalqimiz uchun xizmat qilish uchun keng ko'lamli loyiha amalga oshirilmoqda. Deputatlar ham o'zlari saylangan hududda aholiga transport xizmati ko'rsatish borasidagi muammolarni o'rtaga tashladilar. Ularning yechimlari yuzasidan takliflar bildirildi. Nafaqat Samarqand shahrining o'zida, balki hududlarda, tumanlarda ham bir qator muammolar mavjud. Ularni oldini olish uchun hozir mana shu tashkilotlarni o'zini loyihalashtirishda ham qanchalik xatoliklar yoki hamkorlik yo'lga qo'yilmaganligi yuzaga chiqib qolyapti-da. Bu bo'yicha ham deputatlik guruhi o'zini xulosalarini qilyapti. Bu bilan kerak bo'lsa, bizning deputatlik, viloyat deputatlik guruhi bilan mana bizda bu aynan yig'ilishimizda o'zimizni hududdan viloyat Qonunchilik palatasiga saylangan deputatimiz Abdulla Aslanov ham ishtirok etyaptilar. Birgalikda qo'shma murojaat ham chiqarish taklifi kiritildi. Yig'ilishda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Suhrob Zayniyev prezidentimizning davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining viloyatdagi ijrosi, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar xususida axborot berdi. Deputatlarning mavzuga doir savollariga javob qaytardi. Deputatlar shuningdek, xizmat sohasida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yangidan tashkil etiladigan savdo komplekslari va mehmonxonalar uchun mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha imtiyozlar berish borasida olib borilayotgan ishlar haqidagi mas'ullarning hisoboti bilan ham tanishdilar. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan tegishli vazifalar belgilandi.